Ustozjonim, janotim ustozim. Butun xalq nomidan manfaatli taklif olib keldim. Nima? Ha, endi shu biz 4-chi sinfda bitiramiz. Tugatamiz. 5-sinf bo'lamiz. O'shanga bir bizani restorancha olib bormaysizmi? Restoran? Mayli, kafe. Kafe? Yo'q, men choyxona ham bo'ladi. Choyxona? Nima qilasizlar? O'tiramiz, yeymiz. Nima? Sabab? 4-chi sinf bitiramiz. Sizlar 4-sinf tugatib 5-sinfga o'tyapsizlar. Buni qandaydir bayram qiladigan joyi yo'q. Hech bo'lmasa bir mashaqqa uyda turgan narsamizni olib kelib bayram qilib yeylik. Yo'q, uyingga borib. 5 minchadan yeb, yig'ilib morojniy olib bering. Hech qanday morojniy yo'q. Shunda 25-may darsga o'tamiz. Darsga ketguncha yo'lga morojniy yeb ketaveringlar bemalol. Hech narsa mumkin emas. Prezident maktabiga kiringlar, nima qo'ylatib qo'yibsizlar hol bayram qiladigan. Men o'zim bayram qilib beraman sizlar prezident maktabiga kirsangiz. Hech narsa mumkin emas. Masala nima degandim? Ustozjonimdan so'radim. Yo'q dedilar. Babir men majbur qildinglar-ya. Bet yo'qsizlar, bet. Men aytdim-ki sizlar qo'ymanglar deb. Ustoz ishlardan qo'lishlari mumkin. Siz tushunmaysizlar ustoz. Ha, ustoz, endi mendan ranjib qolasizlar. Yo'q, ranjimadim. Yaxshi bo'ling.